Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar. Biz bugungi videomizda ko'k piyozning foydali xususiyatlari bilan tanishtiramiz. Ko'pchilik yaxshi bilishadi, ko'k piyozning tarkibida fitonsitlar, oqsillar, uglevodlar, karotin moddasi, vitaminlar, temir moddasi, 14% gacha qand moddasi, makro va mikro elementlar mavjud. Ko'k piyoz tarkibidagi yashil rangdagi xlorofil moddasi qon yaratish tizimiga ta'sir qilarkan. Olimlar fikricha, bir yilda har bir odam 10 kilogramm piyoz va ko'k piyoz tanovul qilishi shart ekan. Ko'k piyozdan damlama tayyorlash. Birinchi, ko'k piyozdan 2-3 tasi olinib, pichoq bilan maydalanadi. Ikkinchi, maydalangan ko'k piyoz stakanga yoki birorta idishga solinadi. Uchinchi, ustidan 200 ml qaynoq suv quyiladi va 20 daqiqa damlanadi. To'rtinchi, vaqt o'tgach damlama elak yordamida suzib olinadi. Katta kishilar yarim stakandan ichadilar. Demak, bu damlama birinchidan ko'k piyoz tarkibidagi fitonsitlar virusli infeksiyalarga ta'sir qiladi. Ikkinchidan, temir moddasi kamqonlikni davolaydi. Uchinchidan, antioksidantlar esa onkolog kasalliklar uchun muhim hisoblanadi. Faqat me'da-ichak tizimidagi kasalliklar bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etilmaydi. Azizlar, bizning kamtarona mehnatimizni hisobga olib, kanalimizga obuna bo'ling. Like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Bu bilan siz kanalimizni ravnaqiga hissa qo'shgan bo'lasiz.